Sutlar ko'paydi, achib bo'lyapti, qancha olishim kerak? Yozib olmayman. Amringizga muntazirman. Yo, parasato'y, siz kimsiz? Men shu tank ahladitelning quliman. Bu yerda nima qilyapsiz? Havolari isib ketdi. Shuning uchun shu yerda jon saqlayapman. Aslida bu qoshonim sut saqlash uchun. 3 gradus haroratda 5 kungacha sutni saqlab beradi. Zo'r ekan-a? 404 friom quyib, 380 voltda ishlaydi. Hatto o'zini o'zi moyka qiladi. Boshqalar 1 yil garantiya bersa, men 2 yil garantiya beraman. Bu koshonangiz qancha sut saqlaydi? Bu koshonam 2 tonna sut saqlaydi. O, menga yoqdi. Unda sota olaman. Bemalol olavering. Menda yana 1 tonnali va 500 litrlisi ham bor. Buni bemalol olavering.